Bilasizmi, O'zbek kosmos agentligida faqat erkaklar emas, balki qizlar ham faoliyat olib boradi. Nafaqat IT sohasida, boshqa bo'limlarda ham iste'dodli va fidoyi qizlar muvaffaqiyatli ishlab kelishmoqda. Muhtaram prezidentimiz ayollar salohiyatini ro'yobga chiqarish, ular uchun teng imkoniyatlar yaratish va gender tengligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Va shu bois bugun O'zbek kosmos agentligi jamoasida har bir xodim jinsidan qat'iy nazar o'z hissasini qo'shib, mamlakatimizning kosmik sohadagi rivojiga hissa qo'shib kelishmoqda. IT va kosmik texnologiyalar sohasida bizning jamoamizda erkak hamkasblar ko'pchilikni tashkil etadi. Shunga qaramay, ayollar ham bu sohada o'z o'rniga ega va imkoniyatlari keng ekanini har kuni isbotlab kelmoqdamiz. Men ham xalqaro yo'nalishda faol ishtirok etib, hamkasblarim bilan birgalikda Koreya Respublikasi, Xitoy Xalq Respublikasida xizmat safarida bo'lib, shuningdek Avstraliyada bo'lib o'tgan xalqaro tadbirda mamlakatimiz nomidan qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. Bu esa ayollarning ilm-fan va kosmik texnologiyalar sohasidagi faol ishtiroki gender tenglikning amaldagi isbotidir.